kanalga xush kelibsiz deganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkangamidi? Ha, Toshkent. Assalomu alaykum. Men ismim Sodiq. Men Tezrayt kompaniyasidanman. Sizlar Tezraytni maxsus soniga tushdinglar. Ko'rsatuvimizda qatnashishga rozi bo'lsangiz, birinchisi boradigan manzilingni tekin. Ikkinchisi, agar g'olib ishtirokchimiz bo'lsa, keyingi safarlar uchun bepul voucher ham yutib olish imkoniyati bo'ladi. Agar hamma rozi bo'lsa, boshlaymiz. Hamma rozi? Avvalambor tanishib olsak, bittadan o'zingizlarning isminglarni aytsanglar. Siz ismingiz? Abdulahad. Abdulahad. O'zingizga tanishib olsak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Nima ish qilasizlar? Sizlar hamkasbsizlar, adashmasam? Ha. Biz dasturchimiz. Dam olgani? Dasturchilar ham haligimi charchab qoladi-ku. Ishinglar o'tirib ish qilishmasmi? Lekin bir sayohat qilib turish kerak. Ha, zo'r. Hozir endi davr talabida, to'g'rimi? Zamonaviy kasblardan bittasi, juda bir haligi nima, talab kuchli. Ikki og'iz bo'lajak dasturchi bo'laman deganlarga maslahatinglar nima bera olasizlarmi? Tomoshabinlar uchun nima qilsam bo'ladi deb o'tirganlar bo'lsa, yosh shu kasb tanla, yo tanlash yo tanlamaslik haqida. Dasturchilikni o'rganishda asosiysi sinab ko'rish kerak. Qo'lidan keladi. Ko'pchilik boshlaydi-da, asosan bizda daromadiga qiziqib boshlashadi o'rganishni, lekin keyin joylariga kelib qolganda tashlab ketaymi yoki davom ettiraymi deb ikkilanib qolishadi. Pulga qiziqmasdan shunchaki o'rganish yoki qo'lidan nimadir kelishini ko'rsatish uchun o'rganib, loyihalarda qatnashib, dasturlar tuzib ko'rsa, o'zi pul keyin kelaveradi. Yaxshi natija erishish uchun ko'p mehnat qilish kerak, sabrli bo'lish kerak. Natija uzoq kutilgan bo'ladi, uzoq kutilgandan keyin natija ijobiy bo'ladi. Siz nima deya olasiz? Ama ochig'ini aytaman, sizni gapingizdagi men dasturchi bo'lgim kelmadi. Motivatsiya bera olmadingiz. Bizda o'zi asosan motivatsiya bilan shug'ullanishyapti-da hozir dasturchi. Lekin dasturchi bo'lguncha dastlabki oylik maoshini dasturchilikdan olguncha bo'lgan yo'l ancha uzoq. Ya'ni yoki uzoq bo'lmasa ham mashaqqat. Bizda 6 oy, 3 oy kurs o'qib katta oyliklarni olasiz deb jalb qilishyapti kurslarga, lekin unaqa bo'lmaydi. To'g'risi, o'sha sir bo'lmasa ham aytaman, shu ko'p narsa qiziqadigan yoshlarni shu balki o'ziga jalb qilgan ham shu katta maosh. Shu o'zi rostdan ham katta maosh olish imkoniyati bormi? Albatta, o'zini ustida ishlab, qo'lidan yaxshi ish qiladigan mutaxassislarga albatta doim yaxshi oylik bo'ladi. Lekin ungacha yetib borish kerak. Sabr. Endi mana meni ham haligi ishtiyoqim oshiryapti dasturchi bo'lishga. Endi o'xshadi. Yaxshi, sal bo'lsa ham o'rtamizdagi haligi nima deydi? Taranglikni yumshatmoqchi bo'ldim. Sal o'zinglarni erkin his qilib. Bo'lmasa boshlaymiz. Qo'lingizga doskalarni olib olasizlar. Shartlarni tushuntirib o'taman yana bir marta. Safar davomida men har xil savollarni beraman. U topishmoq singari bo'lishi mumkin, u kreativ bo'lishi mumkin, har xil sonlarga bog'liq, qisqa javoblarga bog'liq bo'ladi ko'proq. Ha, yo'q, ana. Shunda eng asosiysi to'g'ri javobni bilish, bilmasligingiz shart emas dedim. Taxmin qilasiz. Misol uchun Eiffel minorasi necha metr? Asosiysi 142 metr bo'lsa, bittangiz 100, bittangiz 80 desangiz, 100 yaqinroq bo'lgani uchun 100
yozgan, javob bergan ishtirokchimiz ball oladi. Va shu tariqa davom etadi. Tushunarlimi? Ma'qul bo'lsa boshlayman. Savollarimiz O'zbekiston haqida, dunyo haqida, o'z hayvonot olami, koinot va hokazo. Birinchi bosqichimiz O'zbekiston haqidagi faktlar. Savol. Toshkent metrosida nechta bekat bor? Vaqt ketdi. Yozishimiz kerak, aytishimiz kerak. Yo'q, yozib aytsangiz bo'ladi, o'ylab. Sizda ham 50 tami? Yo'q, sizlar kelishib oldinglarmi ikkitali? Bunaqada bo'lmaydi. Mayli, to'g'ri javob aytaman. Toshkent metrosida 43 ta bekat bor. Qoyil. Xo'p, endi bunaqa holatda nima qilamiz? Tezlik g'alaba qozonadi. Faqat ikki kishilar bittamiz o'tamiz, xolos. Bir kishiga ball berishimiz kerak. Bunda oka aytdilar, qancha okaga ball beradi. Yo'q, shunga og'iz aka aytmasdan doskaga yozib, keyin men уже vaqt tugadi degandan keyin ko'rsatib Bo'ldi. sanglar, o'shanda ham интересный, ham qiziqroq bo'ladi. Ha, qilishdi. Ha. Keyin savol o'tadi. Sizlarga ham 0.5 balldan bo'lib beramiz. Mayli, yaqin kelganinglar uchun. Ikkinchi O'zbekiston haqidagi savol. O'zbekiston Respublikasi qaysi yilda BMTga a'zo bo'lgan? O'ylash uchun vaqt ketdi. O'ylagunlarcha, Abdulahad, siz necha yildan beri shu bilan shug'ullanasiz? Dasturchilik bilanmi? Ha. 7 yil bo'lib qoldi. 2018 7 yil. Tarjima demak katta. Javobga tayyormi? Hop. Bo'lmasa Abdulahad, sizdan eshitamiz birinchi. 91-yil. 1991-yilda. Yozdingizmi? Aha. Bo'lmasa to'g'ri javobni e'lon qilaman. To'g'ri javobimiz O'zbekiston Respublikasi Xalqaro Birlashgan Millatlar Tashkilotiga 1992-yil qo'shilgan. Ahror Xo'jani tabriklaymiz. Hozircha 1,5 ga yarim Ahror Xo'ja oldinda. Kelgusi savol. Toshkent TV minorasi, tele minorasi bor-ku, bilasizlar? Tele minorasi. Balandligi necha metr? Xo'p, javoblar tayyormi? Tayyor. Bo'lmasa Ahror Xo'jadan eshitamiz. Javob 180. 180. 50. 50. Bu taxminiy javob, lekin Ha, umumiy yaqinlashmagan. Toshkentdagi tele minorani umumiy balandligi 375 metr. 375. Ha. Ma yaqinroq yurmoqchi. Ha, yarim ekan. Xo'ja yaqinroq kelib. Shu bilarmidingiz, shu Toshkentdagi teleminora O'rta Osiyodagi eng baland teleminora hisoblanadi. Ya, buni bilardim. Maktab payti o'tilgan. Ha. Bo'lmasa, ikkinchi bosqichga o'tishni e'lon qilamiz. Ikkinchi bosqichimiz dunyo haqidagi qiziqarli faktlar. Hammasi o'shandan ketadi. Taxminingizni bildirib turishingiz mumkin. Savolni o'qib eshitiraman. Finlandiyada bir kishi o'rtacha yiliga necha piyola qahva ichadi? O'ylantirib qo'yadigan ekan. Finlandiya o'zi qahva
Birinchi o'shandan boshlash kerak. O'zi qahva ichadimi, yo'qmi? Hatta bir kuni bitta aytsam, 75 ta ichaman. 300 ta. Yaxshi. Javoblar tayyormi? Javoblar tayyor bo'lmasa e'lon qilishingiz mumkin. Abdulahad sizdan boshlaylik. Taxminan kuniga 2 tadan deb 700 ta javob berdi. 700. Yaxshi. Ahror xo'ja 300 ta. 300 ta. Diqqat javob. Finlyandiyada bir kishi o'rtacha kuniga nechta qahva ichadi? 1 yilda. Qiziqarli fakt. Finlandiya dunyoda qahva ichish bo'yicha birinchi o'rinda turar ekan. Bilmasanglar bilib qolinglar va yiliga buni hisoblaganda 1000 plus chiqar ekan. To'g'ri. Uchtadan to'g'ri kelib olyapti. Nihoyat Abdulahadni ham tabriklasak bo'ladi. Bo'lganlari bilan. O'yinimiz yoqyaptimi, yaxshimi? Shunaqa viktorinani ko'paytirsa bo'ladigan, chunki shu uzoq safarga qatnaydigan haydovchilar ko'pincha yoki avtomobil radiosini ulab qo'yishadi, har xil musiqalar yoki foydasiz narsalar. Mana bunaqa viktorina natijasida bilmagan narsalaringizni o'rganib ketasiz. To'ppa-to'g'ri. Avvalo vaqtingizni va yo'lingizni yaqin qilish. Xo'p, navbatdagi savol. Hamma tayyor bo'lsa, o'tamiz. Dunyo bo'yicha eng katta hayvon migratsiyasi qaysi? Migratsiya deganda tushunasizmi yo tushuntirib o'taymi? Migratsiya bu o'tishida chegarani kesib o'tadi. Yo'q, bir joydan boshqa joyga ko'chishi. O'zi hayvonlarga qiziqasizlarmi? Sizcha Abdulahad? Lekin unchalik Qiziqish deganda boqish emas, просто tam Discovery'ni ko'rish, qanaqa bo'ladi, shunga o'xshash. Qaysi hayvonga ko'proq qiziqasiz? baliqlarga qiziqaman. Ovoz chiqmaydigan yaxshi ko'radi. Manzara tinchlanadi ancha. Odam oladi. Javoblar bormi? Tayyormi? Savolni qaytaraverish. Dunyo bo'yicha eng katta hayvon migratsiyasi qaysi? Davlatmi? Yo'q, hayvonni nomini. Hayvon nomi, migratsiya. Misol uchun, bilsangiz Afrikada bizonlar bor, migratsiya qiladi. Katta to'da bo'lib olib turib, suv qidirib ketishadi, nimadir. Ana taxminan yo'q. Taxmin bo'lsa. Ko'chadigan hayvonlarni bilasizmi? Yo'q. Hayvonlar qiziqmaydi. Maktab paytidagi o'tirgan. Umuman nasllarga bog'liq. Taxmin qilib o'sha bor rayligi, o'zinglardagi bor ilmmi, bilimmi, ma'lumotlarni yoki o'rganib olamiz yoki xato qilganmiz.
Javoblar tayyormi? Ha, Hop, Arof hoji, sizdan eshitdim. Fil. Fil. Nimaga filni tanladingiz? Aynen. Boshqa maqullanadi. Yo'q, fillarni migratsiya qilishini qanaqa xayolingiz keltira oldingiz? Shuni men anaqa qilyapman. Ko'rganmisiz hech bu yerda bir to'da fil qayergadir ketayotgan? Yo'q. Sizga yana bir imkon beramiz. Javobingizni o'zgartirishga. Nima deysiz, Abdulahad beramiz? ha. O'ylab ko'ring. Ko'chib yuradigan hayvonlar qanaqa bo'lishi mumkin? U uchuvchi bo'lishi mumkin. Nomasi kerak, Yo, uchadigan bo'lishi mumkin. Tam hasharot nimadir. O'zim hozir yana gapirsam sizlarga yordam berib qo'yaman. Farqi yo'q. Xo'p, baliq bo'lsin, suvda suzadigan bo'lsin, o osmonda uchadigan, o yerda yuradigan. Общий hayvonlar ichida. Hayvon, hasharot hammasi o'sha. Odamdan tashqari. Mana boshqa hayvonlar. Taxmin qilmayman. Bo'ldi. Qoldingizmi shu kuni? Abdulahad, Topgan bo'lsa sizda? Unda javob baliq. Bu baliqlarni ko'rganmiz juda ko'p. Uch to'da bo'lishi jamoat bo'lib suvda. Baliq ham anaqada qanaqadir to'liq javob emasda. Ha. Yana ham bir qila olasizmi? Baliq deganda nima baliq? Haligi ovchi baliqlarmi yo'q? Oddiy baliqlar, Yo'q, oddiy delfinlar, допустим. Ha, delfin kitlar emas, lekin oddiy baliqlar. Kichik turdagi. Javoblarni qabul qildim. Bo'lmasa to'g'ri javob ber. Aytdim. Endi qush bo'lishi ham mumkin, lekin baliq ko'proq. Raqamlar bo'yicha migratsiya qilish bo'yicha bu degani bu raqamlar bo'yicha deganda bu yerda ikkita hayvon kiritilgan. Birinchisi ko'p migratsiya qilish bo'yicha. Takoy bu degani hali bir yilda 1-2 martada shunaqa ma'noda demoqchiman. Raqamlar bo'yicha suvdancha chigirtkalari kiradi. Hayolingizga kelib ko'rmadimmi chigirtka? Kinolarda ham bo'ladi. Chigirtka Endi ketgan voqealar bo'ladi. Migratsiyasi yoki yana bitta ochiq manbalarda bor ekan. Serengeti bo'rdoqlari, sut emizuvchilari ekan bular. Bular ham, bular ham ko'p migratsiya qiladi. O'zingiz aytganingizdek yo'q deganda bilib oldik. Hop. 3-savol. Ikkinchi bosqichimiz dunyo faktlari bo'yicha. Kubik Rubik bilasizlar-a? Kubik Rubikni eng tez yechgan rekord necha soniya? deb o'ylaysiz. Savollarga. Ha, o'ylab, shoshilmasdan bizga hech kim hali yo'limiz bor. Tez javob berib qo'yishimiz shart emas. O'zim ham qiziqib qolgandim, bir oldin. Bir kunda tiyilish o'rganganman bunda. O'sha bir hafta, 2 hafta shug'ullangandan qo'l o'tib kelib, bir nima o'zim rekordim 46 sekund. O'sha aynan Yo, rekordni adashmasam Yo, aytmang. Yozib qo'ying. Ha. Kubik Rubik haqida aynan, kстати, bu savol. Masalan, men rosa qiynalaman. Birorta life hackga o'xshagan narsa ayta olasizmi? Tez mana aytdiki, keyin qo'l o'rganib ketadi. Bu deganda, hozir men to'liq savolim beraman. Bu deganda siz avtomat o'rganib qolasizmi? Qayerga burasam qaysi keladi yo miya ishlashi, tez ishlashni boshlaydimi? Formulasi bo'ladi, formula yozib qoladi qo'lga. O'shaganda formulaga qarab qo'l kerak. Chunki men bir eshitgandim, nech mingdir kombinatsiyasi bor-ku uni deyman-da. Demak, o'sha nech mingdir kombinatsiyadan shu qaysidir formulasi o'shani qilsa
bilsa to'g'ri qiladi. Abdulahad, siz ham yig'ib ko'rganmisiz Kubik Rubik? Yo'q. Xohlarmidingiz? Juda murakkabga o'xshagan bir lekin astoydil harakat qilib ko'rmaganman. Ko'rganmiz, juda kuchli, tez yig'adigan ukalarimiz. Yaxshi. Savollarga javob tayyormi? Tayyor. Bo'lmasa Ahror xo'ja menimcha bilishga o'xshayapti. Shunga Abdulahad sizdan boshlaymiz. Javobim 15 sekund. 15 soniya. 15 sekund taxminan. Yozib ko'rsatyapsizmi? Yaxshi. Ahror xo'ja sizda 1.8 soniya. 1.8 soniya. 1.8 soniya. 1 minutmi? 1 sekund. 1.8 millisekund. 1 sekundda Teradi. 8 millisekund. Ajoyib. Uchta qayerda 2 sekund atrofida edi. Ko'rganimda. O'zi qiziqdi, mayda videoga ko'rishni boshlagan. 2 sekund. Kubik Rubikni eng tez yechgan rekordi 3.13 soniya edi. Sarada Tasavvur qilish qiyin. Nari 2 1 2 3 tayyor. Men nimaga aytyapman, haligi yozilgan, tasdiqlangan haligi deb, chunki Ahror xo'jaga o'xshab men ham ko'p duch kelganman internetlarda, tam 1-2 soniyalarda bunday qilib qo'yadi, qo'lini qo'yib qo'yadi. Hop. Kayfiyatli yaxshimi? Savollarimiz qiynab qo'ymayaptimi? Yo'q, qiziqarli. Yaxshi. O'ylashga majbur qiladi. Biz 4-bosqichga tezroq o'tamiz. 4-bosqichimiz geografiya va tarix. Maktabga eslaymiz. O'qituvchilarimizni qani bilamiz. Kim yaxshi o'qigan, kim asli kimligini deyishadi. Savolni eshitiraman. Samarqanddagi Registon maydoni tashkil etuvchi nechta madrasasi bor? Nechta madrasa? Samarqanddagi Registonda nechta madrasa bor? Maydonda. Endi biz Registon deganni tushunasiz, qatligini Registonni, qayerligini. O'sha yerda nechta madrasa bor? Menimcha o'ta oddiy va juda bir haligi savol. Abdulahad, siz ham tayyormi? Ha, tayyor. Ahror xo'ja tez bo'ldilar, Ahror xo'jadan so'raymiz. 3ta. Ulug'bek Sherdor yana 3-sinfda. Abdulahad, Menda ham 3ta javob. Nomlari tillakordagi ko'p. Anaqa esimda yo'q qolgan. Mana ikkita Ulug'bek Sherdor. va ikkalalaringiz ham to'g'ri javob berdinglar. Ha, 3ta madrasa bor. Buni yana oddiyligidanligi, chunki o'zi 3ta katta eshigi ham bor. O'sha 3ta madrasani anaqa aminat. Demak, ballarimiz Abdulahadda 2,5, Ahror xo'jada 3,5. Abdulahad gazini bosishingiz kerak. Navbatdagi savol. Orol dengizida nechta daryo quyiladi? Orol dengiziga nechta daryo quyiladi? O'ylab ko'rishingiz mumkin. Anaqa javob yo'q. Tayyor. Tezlashib ketyapmiz, ha? Bizda yaxshi. Geografiyadan yaxshimiz shekilli. Abdulahad, javobni eshitamiz bo'lmasa? 2ta. Qaysi Daryo va Sirdaryo daryolar. Orol dengizini qurishiga ham shu daryolarni suv kamayib sabab bo'lgan deyishadi. Agar adashmayapsam. Ahror xo'ja.
Javob umuman noto'g'ri emas, to'g'ri. Albatta, Orol dengiziga ikkita daryo, Sirdaryo va Amudaryo kelib to'ldi. Keyingi savol. O'zbekiston sobiq ittifoq respublikalari orasida Sovet SSR orasida nechinchi bo'lib mustaqillikka erishgan? Javob bormi? Sanalari bilan iloji bo'lsa. Sanalari bilan. Javob aytsa bo'ladi. Nechinchi bo'lib, ha? Tushundingiz, ha? Nechinchi bo'lib, ha. Abdulahad, siz ham tayyormi? Menda taxmin bor, aniq emas. Bo'lmasa Abdulahaddan boshlaymiz. 5-chi bo'lib taxminiy javobim. Aha. 1989-yilda. O'zi nechta bo'lgan sobiq ittifoq? Sovetda nechta mamlakat bo'lgan bilasizmi? 20 dan ortiqda. Qo'shnilarimiz aniq bo'lgan lekin qo'shni davlatlar 5 ta qo'shni davlatlar. Kubadan oldin bo'lganimizni ham bilaman. Nechinchi yil bo'lgan? 89-yil. 91-chi yil mustaqilmi? Yo'q, ayting. Yo'q, bu yerda orasidan ajragan deyilmayapti. Orasida nechinchi bo'lib mustaqil bo'lgan deyilgan savol. Chiqib ketganda sizlar tarkibida. Mayli, ayting. Javobim Yo'q, Abdulahad, oxirgi javobingiz Ha, shu 5-chi bo'lib. 5-chi bo'lib va qachon? 89-yil. Chislosini bilmaysiz. Yo'q, Sana. Ahror hoji, sizda? birinchi bo'lib. 1991-31-avgust. Savollar qabul qildim. To'g'ri javob aytaman. Intriga saqlab qoling. O'tiraman. Ahror hoji aytgandek 20 dan oshiq, 30 ga yaqin bo'lgan Sovet ittifoqida sobiq. O'zbekiston oxirgilardan bo'lib so'nggi 10talikda mustaqillikni O'rta Osiyolarda birinchidan bo'lib, umuman olib olganda so'nggilardan bo'lib mustaqilligini 1991-yil 31-avgust kuni qilgan 1-sentyabr e'lon qilingan. Abdulahad, nechinchisiz? Mustaqillik farzandlari. Yo, savolni tushunmadingizmi siz? 91-avgust kuni mustaqil bo'lgan e'lon qilganini bilardim, lekin ajrab chiqqani nazarda tutib, ya'ni mustaqillik bayramini 1-sentyabrda e'lon qilganini bilaman. 91-yilda lekin ajrab chiqqan, qachon ajrab chiqqan? Mayli, shashtimizni tushirmaymiz. Ahror hoji o'zi ketyapti sizlar. 2 bo'ldi, 4,5 ga 2,5 bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. 2 ta o'tdi. 4,5 ga 2,5. Xo'p, keyingi bosqichimiz mantiqiy savollar. Mantiqiy savollarga qandaysizlar? Yaxshi. Birinchi savol. Filni muzlatgichga solish uchun nechta qadam kerak? Nechta qadam kerak? Nechta? O'sha harakat, qadam.
Abdullah, siz bir o'zingiz ishingizda birorta bir qiziqarli bir voqealarni aytib bera olasizmi? Ular qisqaroq bo'lsin. Sohamiz bo'yicha aytib bersam, Shu sohangiz bo'yicha. biz shahrimizdagi yaqinlarimiz ish yaxshi bilishmagani uchun juda ko'p qiziqarli voqealar bo'ladi. Ya'ni biz sohaga oid bo'lmagan savollar bilan murojaat qilishganda bo'ladi. Butun O'zbekistonda ham dasturchilar bilan kuzatiladigan holat bo'lsa kerak. Nima ish qilasan deb so'rashadi. Kasbimizni aytsak, telefonimni ko'rib bera olmaysan deb. Ha. Aytishlik deganda, dasturchi deganda hamma narsa. To'g'risini aytsam, men ham shunaqa deb tushunardim. Men tushunardim deganda hammasini bilish kerak. Demak, bunaqa emas. Ya'ni ular so'ragan muammoni ham hal qilsa bo'ladi, lekin asosiy ish shunaqa bo'lmaydi. Sizlarniki ham xuddi haligi nima desam bo'ladi, meditsina sohasiga o'xshab xuddi shunga bo'linib hisoblik ketgan. Stomatolog, xirurg, bola bo'lganlar. Sen qo'shilasizmi Ahror hoji bu fikrga? Yaxshi. Javoblar tayyormi? Tayyor. Abdullaha, tayyormisiz? Ha, taxmin bor, lekin aniq emas. Javoblarni eshitamizmi bo'lmasa? Ahror hoji sizdan? Uchta. 3 ta. Abdullahat sizda? 3 ta bizda ham. Javob. Endi agar malol kelmasa, shuni bir anaqa qilib bersanglar, topsizlar. Nega 3 ta? Va nimaga? Mani javobim 3 taligi. Fil o'zi istalgan narsa. Filga nisbatan bo'ldi bo'lgan. Hayvonlarni muzlatgichga solish uchun oldin ularni ushlash kerak. Tutish kerak. Yani fillarni jilolash kerak bo'ladi. Agar shundan keyin chiqadigan bo'lsa. Va muzlatgichga olib borish va solish. Shu 3 ta qadam. Sizcha Ahror hoji? Muzlatgichga o'chish, filni solish, muzlatgichga o'chish. To'g'ri javobni aytaman. Filni muzlatgichga solish uchun nechta qadam kerak bo'ladi? To'g'ri javob 3 ta. Eshikni ochamiz, filni solamiz, eshikni yopamiz. Ajoyib javob. Xo'p, bunda hozir ikkitangizdan ham to'g'ri javob berdingiz hisobda. Faqat Ahror hoji ham qarshi bo'lmasa, Abdullahatga ham ball beramiz. Navbatdagi savolimiz: jirafani muzlatgichga solish uchun nechta qadam kerak bo'ladi? Vaqt ketdi. Hozirgi javobni ko'pchiliklar bilmaydi. Savol polizda doska bor, yozib javob berishingiz mumkin. O'ylashtirib. Javoblar tayyor. Abdullaha, sizdan eshitamiz. Bunda ham juda harakat kerak. Ahror hoji sizda? Uchta.
3 ta va qolasizlar shunda. To'g'ri javob ayting. Fikringlarda qoldinglar. Jirafani muzlatgichga solish uchun nechta qadam kerak bo'ladi? 4 ta qadam kerak bo'ladi. Eshikni ochamiz, filni chiqaramiz, jirafani solamiz, eshikni yopamiz. Kayfiyatlar qalay? Keyingi savol. O'rmondagi yig'ilishga barcha hayvonlar keldi, faqat bittasi yo'q edi. Qaysi biri? Vaqtimiz tugadi. Javoblar tayyor? Ahror hoji sizdan eshitamiz. Jirafa bo'ladi. Jirafa. Abdulahad? O'rmonda bo'lmagan. O'rmonda bo'lmagan hayvon. O'rmondagi yig'ilishga barcha hayvonlar keldi, faqat bitta hayvon kelmadi. Yo'q edi. To'g'ri javob jirafa. U muzlatgichda qolib ketdi. Abdulahad. Mantiqiy savollar. Bir-biriga bog'liqligini Yo'q, buni bog'liqligini bilib qoldim. mantiqiy bog'liq bo'lishi ham mumkin, bo'lishmasligi ham mumkin. Mantiqiy savollarimiz bo'yicha oxirgisi. Samolyotdan go'sht tushib hayvonga tegdi. G'isht tushib. Go'shtdan g'isht. Samolyotdan g'isht tushib hayvonga tegdi. Qaysi biriga? Qaysi hayvonga tegdi? Javoblar tayyormi? Abdulahad sizdan eshitamiz. Fil. Fil. Nega? Chunki o'rmon. Yaxshi. Ahror hoji? Keyin o'zgartirib yuborish yo'q-da. O'zgartirganmi? Nega? Sizni ham bir tafsiringiz bormi? To'g'ri javob fil. Davlatlarni chunki u yig'ilishga borgan edi. Mantiqiy savollarimiz qalay sizlarga yoqdimi? Xo'p. Bonusni savol desa ham bo'ladi. Mantiqiylar ichida. Xo'p, misol savol. Misrda bonus bu savollarimiz. Xabarimiz yakuniga yaqin. Misrdagi buyuk piramidaning cho'qqisiga
nechta qadam bor? Tushundingizmi? Piramidani qadam qilib chiqsangiz, nechta qadamda chiqasiz uchigacha? Tushunarlimi savol? Tushunarli. Javob berishinglardan oldin yaxshilab o'ylashinglarni aytaman. Chunki bu savolning javobiga ball 2x beriladi. 2x emas, 3x qilaylik. 3 ga ko'paytirib beraylik. Shunda Abdulahadda ham imkon bo'ladi yetib olishga. Javoblar yaxshi tayyormi? Ahror xo'ja sizdan eshitamiz. Shu yerga chiqishga ruxsat beraman. Bo'ldi. Yo'qmi javob? Bo'ldi. Abdulahad sizda? Menda ham 0 da. Chunki iloji yo'q o'shaga chiqish degan taxminim bor. Aniq bilmayman, lekin faqat taxminim. Javobinglarni o'zgartirmaysizlar, qoldinglar. Ikkitaniga ham yo'q degan savolda, to'g'rimi? Qadam meniki 0. Eslatib o'taman, bonusni raund ballar 3 ga ko'paytiriladigan. Oxirgi marta so'rayapman va taklif qilyapman. O'zgartirmaysizlarmi? Yo'q. Нет. Yo'q. Bo'lmasa to'g'ri javoblarni hozir e'lon qilamiz. Manzilimizga yetib keladiganimizda. Taassurotlar qanday? Zo'r. Qanday bir pas kelib qolganinglarni ham bilmay qoldinglarmi? Vaqt tez o'tib ketdi. Chalg'ib. Xush kelibsiz deydi. Bo'lmasa oxirgi marta so'rayapman. Qoldinglar savolinglarda. Men o'zgartiraman savolimni, javobimni. Piramidadan 3 ga chiqish uchun bitta qadam kerak, parashyutdan sakrash kerak. Yaxshi, to'g'ri javob aytaman. Misrdagi buyuk piramidaning cho'qqisiga necha qadam bor? 203 ta qadam. Sizlarni mantiqiy savollar adashtirib qo'ydi. O'zi niyatimiz ham shu bo'lgan. Chalg'ituvchi savol ekan. Xo'p, ballarni bo'lmasa hisoblaymiz. Ahror xo'jada 5 ball, 5,5 ball. Abdulahadda 2,5 ball. Oxirida yana bitta bonusni qilib olishimiz mumkin agar vaqtingiz bo'lsa. Blitz savol bo'ladi. Yozish shart emas, prosta og'zaki tez javob beriladi. 3 ta savolimiz bor, 1 balldan beramiz. Yaxshiroq bo'lish uchun bittasini Ahror xo'jaga, ikkitasini Abdulahadga beramiz. Nima deysiz? Endi yetib olishlari yo'q, qilishlari. Bo'lmasa Ahror xo'ja sizdan boshlayman. Tezkor javoblar.
Odam tanishda nechta suyak bor? 87. 67. Bittasi. 87. 206 ta. To'g'ri. Abdulahad, o'zingizni qo'lga olmasangiz bo'lmaydi. Sizga mana savol o'qib eshitiraman. Eng uzun tijoriy reys necha soat davom etadi? Tijoriy. Mana qanday? Yo, bu Aviareys. bunda aniq bir javob berish. Da. Ha, 24 soat. Eng uzun tijoriy reys 19 soat. Singapur, New York ekan. Yana oxirgi savol. Tuya bir marta ichishda necha litr suv ichishi mumkin? 25 litr. 25 litr. 25 litr. Tuya bir ichganda 100 litr suv ichadi. Hayır. 30 litr mo'ljallab turibdi. Rahmat sizlarga. Bugungi tezroq topishmoq o'yini g'olibi Ahror xo'ja, tabriklayman. Sizlar qatnashganingiz uchun tabriklayman. Kitobida mana sizga deb nimadir berishim kerak ekan. Bunaqa narsamiz yo'q. Savob shafon. Xo'p, demak sizga yana bir bor Ahror xo'jani tabriklaymiz. Tezrayddan kelgusi safarlar uchun bepul voucher bilan tabriklaymiz yutib olganlarga. Hammaga rahmat. Yo'lovchilarimizga Tezrayd ilovasini yuklab oling. Safarlarni band qiling. Bu safar sizning oldingizga boramiz. Yo'lovchilarga bir ikki tavsiyalaringiz Tezrayd haqida. Ahror xo'ja yaxshimi? Nima deysiz? Yaxshi, Abdulahad, Texnologiyalardan foydalanish kerak. So'nggi texnologiyalardan. Bu Tezrayd viloyatlararo yangiliklar tanqidlariga texnologiyalar asoslangan vaqtingizni asabingizni tejashingiz mumkin. hammaga rahmat. Bo'lmasa, xush kelibsizlar.